Voy, mana Nexia 1, yoshlikdagi Nexia 1 bu. Oka, Ha, ukam. nima qilyapsiz? G'alati emasmi? Ko'rmayapsan, balon qoraytiryapman, ukam. Nexia 1 deb olgan mashina kurtoy bo'ladi. Kerak bo'lsa borib, yo'llarda qoraytirib ketadi, ukam. Oka, bitta obzor qilib bering bo'lmasa. Ketdi yo'masam. Odamlar yong'og'ini shaqillashiga qiziqsa, ukam, men mana shu diskani aylanishiga qiziqaman. Yoshligingizda eslagan bo'lsangiz, videoga hozir bitta like bosing-da. Qaysi mashinada shu diskadan ko'proq ko'rgansiz? Kommentariy yozib ketasiz. Bu mashinani o'tgan safar boshqacha diskada ko'rgan edinglar. Oka, nimaga Nexia 1 ga aynan shu diskani tanladingiz? Xo'p, aka, men tug'ilgan paytda adam raddomdan o'zi 4 xil rangda kortejda olib chiqib kelganlar Nexia 1 dan. O'sha paytdan уже qon-qonga singib ketgan Nexia 1, Nexia 2. Bu diska 2004-yil adashmasam yo 2005-yil adamda ham oq-qora bamper bo'lardi, aka. Xuddi shunaqa diskadan bo'lardi. Chiqib olib turib aylantirib o'tirardik. Biz bolalar bilan kimdirlar yoshligini qum o'ynab, kimdir bekimacha o'ynab o'tkazgan bo'lsa, biz aylantirib